Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan sar do'stlar. Bugun mana 3-kun o'z ovozimizni ushlashimiz mavzusi bo'yicha birinchi navbatda srazu kamroq gapirib trenirovkaga o'tamiz. Loshatka 10 marta otga o'xshab chiqillashimiz kerak. Ya'ni keyin ikkinchisi maятник, labimiz tilimiz orqali og'zimizni u burchagidan bu burchagiga tilimizni olib borishimiz kerak. Ya'ni mana shunaqa qilib turib 10 marta bu yoqqa, 10 marta bu yoqqa tegizishimiz kerak. Boshladik. Har safar qilsam tilim og'riydigan bo'lib qolgan. Undan keyingisi trubuchka. Ya'ni labimizni oldinga chiqaramiz. Keyin katta kulamizni. Shunaqa 10 marta. 1, 2, 3 boshladik. Undan keyin biza tezaytishga yetishimiz kerak. Prям yaxshi qilib aytilgan tezaytish. Asalini ayiqdan ayamadi. Asalari 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 asalini ayiqdan ayamadi. Hop. Farqiyroqni topaylik-chi. Belbog'ini belga bog'lab bog'bon boqqa bordi. Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo boqqa bordi. Belbog'ini belga bog'lab Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo boqqa bordi. Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo boqqa bordi. Belbog'ini belga bog'lab bolbon Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo boqqa bordi. Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo Belbog'ini belga bog'lab bog'bon bobo boqqa bordi. Keyingi nima edi? 15 marta ekan. 10 marta qilsa ham durust sekin-sekin. 10 marta esnashimiz kerak. Og'zimizni katta ochib, tomog'ini bo'sh qilgan holatda. Уже anaqa qilish ancha osonroq qoldi, esnash. Hozircha baribir eng qiyin bo'layotgan narsa maятник bo'lyapti, tilla bu yoqdan bu yoqqa olib borish. Keyingisi nafas olamiz. Ichimizdagi nafasimiz tugaguncha, havo yetishmaguncha deb turamiz. Ya'ni shunaqa. Besh marta qilindi. Keyingisi ko'krak qafasimizni jizillamayguncha, vibratsiya bermaguncha berishga majburlab m va n harfini aytishimiz kerak. Ya'ni m degan payt mandolar bilan jimirlaganini his qilishingiz kerak. M m m m
Hop, keyin n harfi. N, 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 n. Hop. Va oxirgisi gapirayotganimizda imенно havo chiqarayotgan payti gapirishimiz kerak. Ya'ni nafas olayotgan paytimizda emasda. O'zi nafas olayotgan payti qanaqa bo'lishini ham даже bilarmidim oldin, yo'qmi bilmayman. Xullas, hozir endi gapirayotgan paytimizda havo bilan birga gapirishimiz kerak. Havo chiqarayotgan paytimizda gapirishimiz kerak. O'zi boshqacha ham bo'ladimi? Balki mendan ham shunaqa bo'lgan, esimdan chiqib qolgandir. Hop, bugun 3-ertakda o'qiymiz. Xo'roz bilan bo'ri deb ataladi. Hop. Bir bo'ri daraxt ustida o'tirgan xo'rozni ko'ribdi va uni tutib yemoqchi bo'lib, daraxt ostiga keldi. Hiyla bilan bechora xo'rozni daraxtdan tushirmoqchi bo'libdi. Ey, xo'roz, o'rtoq, men senga bir yaxshi xabar keltirdim. Hayvonlar bilan qushlar o'rtasida sulh bo'ldi. Bir-biriga zulm qilmaslikka, biri ikkinchisini tutib yemaslikka qaror qilindi. Kel birodar, pastga tush. Bir-birimizga do'st bo'lib birga o'ynaylik dedi. Xo'roz bo'rining so'ziga aldanadigan darajada nodon va ahmoq bo'lmaganidan bo'riga qarab shunday dedi. Do'stim, so'zing rost, lekin biroz sabr qil. Sendan boshqa 2 it ham sulh xabarini eshitib bu yerga kelishmoqda. Hammamiz birga o'ynaymiz. Bo'ri xo'rozdan bu so'zni eshitgan zamon dumini orqasiga qo'yib qocha boshladi. Xo'roz: "Hoy birodar, nima uchun qochyapsan? O'rtamizda sulh bor-ku", desa bo'ri: "Oh do'stim, bu zolim itlar sulhni buzganga o'xshaydi", deb qochib ketibdi. Xo'roz orqasidan "Quq qara quq" deb qichqirib qolibdi. Balkim bilmadim, savol endi paydo bo'ldi. Buni nimasi ertak? Bu ertaklar biror narsaga bilmayman, ertaklar biror narsaga o'rgatish kerak emasmi? Yo, men adashyoapmanmi? Qanaqa kim my farzand uz gap gapiradi. Opalar, kim tuzgan, kim qilgan bo'lsa ham bu saytda. Rost bilmadim, bu yerda birorta bir короче, bo'ri yedirmoqchi bo'ldi, bo'ri yedirmoqchi bo'lganini bilib qolishdi. Shunda ham bo'ri men yedirmoqchi edim, aldaganimni bilib qolding demadida. Mani pastda qo'yishyapti degan, bilmayman. Сомнительно, но okey deydi-yu. Bilmayman rostim, agar mana shu oxirgi ertak haqida birorta bir sizlarning fikringlar bor bo'lsa, man tushunmagan birorta bir mazmun topa olsanglar, iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar, balkim sizlar orqali o'rganarman. Hozircha esa sizlardan iltimos qilaman, like bosib, podpiska qilib, videolarni ko'rib boringlar. Xudo xolasa 30-kunga kelib turib, balkim o'zimiz вообще bo'lib ketib qolar. Yana bilmayman qanaqa bo'ladi. Yo'qsa bo'ldi, yaxshiroq o'zim tutishni boshlarman kamerada, ya'ni yaxshiroq gaplarni gapirishni o'rganarman. Uxlanmasdan boshqa narsa qilmasdan. Bilmadim, ko'ramiz. Hammaga e'tiborchi rahmat do'stlar, sog' bo'ling.